Bu video aynan siz uchun aprel-may oyida tug'adigan oilalarimiz uchun Foodie do'konining tayyor speskasidan foydalangan holda onaga va bolaga eng zarur narsalardan random sumka yig'dik. Sumka ichida chaqaloq uchun to'rtta sifatida bo'lgan navro'zalik komplekti, 2 xil savatkasidan, Turkiyani Baybabus brendidan 5 komplekt naborimiz, Turkiyani Murat Baby brendidan Newborn 0-1 oylikka mo'ljallangan Navika Sweepy komplektlar, keyingi komplekt qilib tanlangan razmeri kattagina bo'lgan HB plyonkalar, aynan bahor-yoz fasli uchun ishlatishga mo'ljallangan Musin va HB plyonkalar, farzandingizni ilk kunlarda ishlatish uchun Musin farzandingizni sog'lom va xavfsiz parvarishlash uchun so'xi va vlajniy salfetka, podguznik, 0+ razmerda butilka va so'rg'ich, Germaniyaning Yupqin brendidan prisipka, shampun, sovuni va podguznik kremi, chaqalog'ingizni boshi dum-dumaloq shakllanishi uchun ortopedik yostiq va salfetkalar, oilalarimiz uchun dublkali pijama komplekt kapchukasi bilan, Jonis pulsirada trusik va prokladkalar, onaga va bolaga ishlatishga juda ham qulay bo'lgan organizm plyonka va grudni uxlatishlar va oilalarimiz uchun ichki kiyim. Aprel-may oyida tug'iladigan o'g'il chaqaloqlar uchun yig'ilgan random sumka narxini bilish uchun kommentariyada plus belgisini qoldiring va Foodie do'konlarimizning barcha filiallarida 990 mingdan oshgan random sumkangiz uchun xuddi shunaqa misollarni bepulga sovg'aga oling.